Hayotning dastlabki 1000 kuni bolaning o'sishi va rivojlanishi uchun hal qiluvchi bosqich hisoblanadi. Mazkur davr homila paydo bo'lgan vaqtdan boshlanib, bolaning 2 yoshigacha davom etadi. Bu ota-onalar uchun farzandining sog'lom va farovon kelajagini shakllantirish yo'lidagi ajoyib imkoniyatdir. Hayotning dastlabki 1000 kuni 3 bosqichdan iborat. Birinchisi homiladorlik. Bu bosqichda onaning nima tanovvul qilishi g'oyat muhim ahamiyatga ega. Onalar kamqonlik va tug'ma nuqsonlarning oldini olish uchun temir moddasi hamda foliy kislotasi mavjud mahsulotlarni qabul qilishlari lozim. Onalarning yetarli darajada yodlangan tuz iste'mol qilishi ham muhimdir. Yod yetishmovchiligi chaqaloqning aqliy rivojlanish ko'rsatkichini, ya'ni IQ darajasini 10-15 ballgacha pasaytirishi, shuningdek vazni kam yoki o'lik tug'ilishiga ham olib kelishi mumkin. Guruch, go'sht yoki baliq, yashil bargli sabzavotlar, sariq mevalar hamda sut yoki tuxum mahsulotlarini o'z ichiga olgan muvozanatli parhez ona va uning farzandining salomatligi me'yorda bo'lishini ta'minlashga yordam beradi. Ikkinchi bosqich go'daklik davri deb ataladi. Bu davr chaqaloq tug'ilganidan boshlab ilk 180 kunni, ya'ni 6 oylikgacha bo'lgan vaqtni o'z ichiga oladi. Tug'ilganidan keyingi dastlabki soatlardayoq chaqaloq ona ko'kragidan og'iz suti bilan oziqlanadi. Bu chaqaloqning birinchi emlanishi bo'lib, hayot uchun xavfli kasalliklardan himoya qiladi. U shuningdek, chaqaloqning aqliy rivojlanish ko'rsatkichini 5-7 ballga oshirishi mumkin. So'nggi bosqich yosh bolalik davri. Bu go'daklik davridan keyingi 550 kunni, ya'ni chaqaloqning 7 oyligidan 2 yoshgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bu davrda ham bola emizishni davom ettirish mumkin. Shu bilan birga chaqaloq yarim quyuq ovqatlarni iste'mol qilishga tayyor bo'ladi. To'g'ri parvarish va oziqlantirish orqali bolalar hayot uchun xavfli kasalliklarni yengib o'tishi va ularning oldini olishi hamda maktabni to'liq sifatli tamomlashi va sog'lom oila qurishi mumkin.